ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Tarixdagi eng qora niyat nachar maxluq. Kunimizdagi eng qora niyat kim? Aqida jihatdan qaraydigan bo'lsak, eng rezil maxluq iblisdir. Uning insoniyatning doimlik eng cho'ng dushmani ekanligida shak yo'q. Mana bu musulmonning aqidasidir. Eng cho'ng yomonliklarning beshida yomonlikqa buyuruvchi nafs keladi. Chunki u nafs insonni har qanday buzg'unchilik, aziyat va haddidan ashqa undaydi. Uning eng cho'ng yomonlik ekanligidimi shak yo'q. Tarixiy nuqtadan qaraydigan bo'lsak, kimning eng nachar maxluq ekanligini tartib bo'yicha jadvallashtirib olamiz. Yuqoridagi eng nachar maxluqlardan boshqa yana Mo'ng'ullar faqat musulmonlarga emas, balki butun insoniyat uchun eng nachar maxluqdir. Ahli saliblarmi eng nachar maxluqlardir. Chunki ular din nomi bilan nurg'un insonlarni o'ldirdi. Nurg'un shaharlarni xonavayron qilib etdi. Nurg'un bulonchiliklarni qildi. Bo'libmi 20-asrda ular boshqalarning davlatlarini mustamlika qildi. Fransiya Shimoliy Afrikani, bo'libmi Jazoirni mustamlika qilib xalqqa nurg'un zulm qildi. İngilizlar Hindiston va boshqa rayonlarni ishg'ol qilib, nurg'un yomonliklarni qildi. Shunglashqa ular eng nachar maxluqlar tizimligining beshida keladi. Bularning hammasi eng nachar maxluqlarning misollari. Undaqda bugungi kunimizda iblis bilan yomonlikqa buyuruvchi nafsdan boshqa eng nachar maxluq kim? Bu savolga javob berishdan burun yomonlikni oydinlashtirishga to'g'ri keladi. Har qanday zo'ravonlik yomonlik bo'lamdi? Yo'q. Masalan, Yahudi qisoschilarining mustamlikasiga qarshi turish yomonlik hisoblanmaydi, balki yaxshilik hisoblandi. Ularga yordam berishimiz va ularning yanida turishimiz vojib. Chunki u yomonlik emas, zo'ravonlikqa chaqirishmi emas, balki ozodlik harakatiga, adolat va haqiqatga chaqiriqdir. Azob oqibat yomonlik hisoblanmaydi. Operatsiya doktori badanni kesib, bemorni oylarcha davomlashadigan qattiq azobga duchor qiladi. Bu azob yomonlik emas, balki kasalning foydasi uchun bo'ladi. Undaqda yomonlikdan bo'lgan maqsad nima? Yomonlik deganimiz irqchilik qatorliq axloqsizlik sababidan boshqalarni ziyonga uchratishdir. Axloqdan chetnigan sabablar tufayli ba'zida bir millatni yana bir millatdan ustun ko'radigan millatchilik bo'ladi. Ba'zida tamaxurlik bo'ladi, ba'zida hukmdorlarni yaxshi ko'rish bo'ladi. Ba'zida qisman kishilarga zulm qilish bo'ladi. Eng cho'ng yomonlik hajmining cho'ngligini asos qilgan bo'lib, tövende bir qancha nuqtani yig'inchoqlaymiz. Birinchi, hajmi eng cho'ng bo'lgan yomonlik Yahudi qisoschilarining mustamlikasidir. Ular Falastin xalqiga, butun arablarga, hatto butun dunyoga qarshi chiqdi. Ular mushu cho'ng yomonlikning orqasidan haddidan oshdi. Ikkinchi, buningdan keyingi hajmi cho'ng bo'lgan yomonlik bo'lsa, xalqaroliq va rayon xarakterlik zulmlardir. Butun xalq zolimlarning zulmiga uchrayotdi.
Мәселен, мәдәният бөшкі болған Mübarek Suriye tartıvatqan azap oqıbat və çekivatqan ağır zulümlər bolsa, zalimlarning haddidan aşqan zulminin nəticəsidir. Zalimlar 100 minglığan insanlarını öldürdü. Nurgun insanlarını xani vayron qilib sürgün qildi. Bularning yamanliqining hajmi intayin cho'ng. 3. Buningdan keyingi hajmi cho'ng bo'lgan yamanlik bo'lsa, harbiy inqilobdir. Chunki harbiy inqilob nurgun jinoyatlarga, o'lim jazosi, qamoq jazosi qatorliq va nurgun zulmlarga yo'l ochdi. Bularni Yemen ve başka devletlardaki harbiy inqiloblardan ko'rib olaymiz. Hajim jihatdan bularning hammasi cho'ng yamanlik hisoblandi. Yamanlikning ta'sirining cho'nqirligi jihatdanmi o'xshashla Yahudi qisoskorlarining yamanligi eng cho'ng yamanlik hisoblandi. Yahudi qisoschilarining Falastin xalqiga, balki butun insoniyatga qarshi jinoyatining ta'siri intayin cho'ng bo'ladi. Shuningdek, harbiy inqilobning ichki, tashqi, tarixiy va jaholat ta'sirimi cho'nqur bo'ladi. Tarafbozlikning ta'sirimi cho'nqur bo'ladi. Chunki u ummatni parchalab, bir-biri bilan dushmanlashadigan qilib qo'ydi. Natijada ummat Falastinni unutdi. Zalim mustabidlarni qo'llaydigan, hatto Yahudi qisoschilari bilan oshkora yo'shirin aloqa qiladigan boy davlatlarning xatirining ta'siri cho'nqur bo'ladi. Bularning hammasi cho'ng yamanlik qatoriga kiradi. Ammo bugungi vaqti eng uzun, ta'siri eng cho'nqur, hajmi eng cho'ng bo'lgan yamanlik bo'lsa, Yahudi qisoskorlarining mustamliksidir. Zulm va inqiloblarning cho'ngligi buningdan keyingi qatorida turdi. Mana bu Yahudi mustamliksi kunimizdagi eng cho'ng yamanlikdir. Biz Allohdan mushu eng cho'ng yamanlikqa qarshi turishimiz uchun yordam berishini so'raymiz. واختم بخير عملك لبيك إن الملك